Hürmetli vatandaş, yukarıda leksiyalarımızı anlap öttünler. Leksiyalarımız tügüdü, endi bir işe kız gep kılaylı değildik. Bugün çizlağı 2021 yıl 3. ayının 10. günü. Yukarıda görüp öttünüz. Yakında aldığımızda Amerika Qo'shma Shtatlar Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti hükümetinin yukarı derecelik amaldorlari Alyaskada söhbət qurdu ekan. Söhbət məzmunu nima? Ondan xəbərimiz yox. Bugünkülərdən. Lekin Arlıqda mən sizə 3. ayının 6. günü söz degan bir leksiyamda şundaq dedim. Amerika Qo'shma Shtatları bugün Cungo bilan söhbət başlaydı, sadə söhbəti. Lekin avval etibar berdigan məsələ Uyg'uristonda irqiy qirg'inchilik va Hong Kongda saylamni bekor qilish. Moşu məsələyə asaslı Hong Kong meselesi bilen Uyg'uriston meselesi dedim. Ahir yani 3. ayının 6. günü emasken 3. ayının 2. günü etrafı iken. 3. ayının 6. günü de isanladı bolsun. Ben sizlerge bir leksiya sözlüdüm. Bu leksiya Devlet Mahkemesi Amerika Qo'shma Shtatlarının bayanatçısı Ned Price. Leksiya söz degende meseleyi onu tahlil kılıp beremedim. Sözden uzayı, yani sözden tonu özgerdi. Ya telaffuz özgerdi. Burun sel yumşarak bolsa bu qatam qısa qattiqroq boldu. Cümleden degen sözünü 3 orunda işletti. Ahirinde qanday xulosa chiqadi biz Avropadagi ittifoqdoshlarimiz ve bu işlerini biladigan bizim tushunadigan sheriklarimiz bilan birlashib Uyg'uristondagi irqiy qirg'inchilikqa qarshi turmaymiz dedi vatandoshim. Qaltis bayonot. Şundan keyin bugün endi mana sizga keldi. Bugün 3. ayının 10. günü yana Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemesining bayonotchisi Ned Price bayonot e'lon qilib nima dedi? Biz Amerika hukumati, Amerika bu davlat ve avvalgi hukumat ve keyingi prezident Joe Biden hukumati ching turimiz. Nimada ching turimiz? Xitoy hukumati, yani Cungo hukumati Uyg'uristonda irqiy yo'qotish zo'ravonligini o'tkazdi. Siyosatini yo'l qo'ydi. Xitoy hukumati Uyg'uristonda insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi. Bu bizning qarorimiz. Bu bizning chiqargan belgelememiz. Reallik shu, reallikni tafsiliy tekshirdik, analiz qildik dedi. Buni şunda karar kıldı. Anda bugünkü alaydilik biz bu köz karışımızda çıngtırımız. Hatta Xitoy Cungo hükümeti hazır bu qirg'inchilikni, irqiy qirg'inchilikni to'xtatsa mı biz bu gepimizde yanmaymiz. Anladınız mı? Anladınız mı hürmetli vatandaş? Siyasetni qanday tuzganligini anda yana bir selishtirish. Men sizga Axiriylik tadqiqot gruppasi nimati Yeni Strategiya ve Siyaset Tadqiqot instituti. Amerika Qo'shma Shtatlarda bilim xazisi. Bugün bular qonunshunoslar, 10 nafar qonunshunos. Ben baş dedim go. Hatta Uyg'uristonda, mustamlika Uyg'uristonda mı qonunshunoslar Xitoy va Uyg'urlar ekanmaydi go. Uyg'urlarni bermaydi go Xitoy. Bermaganiga qanday aytiladi Amerikani? Uyg'ur qonunchilarni Xitoy bermaydi, Amerika kelinmaydi. Balki Xitoy keldi 10 nafar xalqaro qonunshunos. Ondan keyin ashunda Jungodan kelgan, Shinjongdan, Uyg'uristondan kelgan qonunshunoslar hozir bir yerga o'ltirib, bundan chiqargan xulosa nim bo'ldi? Boshda aytdik, irq yo'qotish. Xitoy Kompartiyasi Shinjongda zo'ravonlik siyosatini yo'lga qo'ydi, irq yo'qotish. Tamam, vatandoshim. Oxiri ondan bugün Devlet İşler Katibi, geçirelim, Devlet Mahkemesi'nin bayanatçısı Ned Price ne dedi? Kat'i, çın turimiz. Bunu kökensiz vatandaşım. Şundan qaraganda paraz kılın ki, bugünkü hoş haber şu ki, bugünkü leksiyanın kımmeti şu ki, hürmetli vatandaş, japokash Uyg'ur. Bugün senin takdirin Amerika ko'ngil bildi, ihtimal. Muşu pakta asasında ihtimal aldığımızda Uyghur doğrusu da zor siyaset oturga çıkıdı ötedi. Endi Alyaskadagi söhbetde nemeler koyuldu, ma koyuldu demedi. Lekin
Devlet İşler Katibi Antony Blinken muşundaq degan edi, irq yo'qotish, ya'ni avvalgi hukumatning shu so'ziga xaridor bo'lgan edi, vorislik qilgan edi, dedi. Buningdan qaraganda nima deymiz? Bu qatamqi ikki davlatning alyaski suhbati Hong Kong Uyg'uriston masalasi. O'tgan bayonotda nima deyilgan edi? Davlat mahkamasining bu qatamqi savdo suhbatida Uyg'uriston masalasi va Hong Kong avval e'tibor beradigan masalalar degan. Men bir ishni aslab qoldim, mush asliginim to'g'rimi, xatomi? Siz shuni tahlil qilib beqing, hurmatli vatandosh. Ayni chog'da Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Reagandan keyingi prezidenti George H.W. Bush Rossiyaning partiya sekretari bolsheviklarning Gorbachev bilan Malta degan orolda uchrashdi. Atrofi 200 kilometr yiroq shu vaqtda deyilgan tasviriy jumlalarda soqchi parxodlarimi yo'q, atrofida yo'q, faqat tarjimon, ikki rahbar, davlat ikki rahbar ayni chog'da Malta orolida uchrashdi. Ondan keyin Gorbachev Moskvaga qaytib berdi. Bolsheviklar partiyasining tarqitilganligini, Bolsheviklar partiyasining butun Rossiya doirasida harakatining to'xtatilganligini, faoliyatdan to'xtatilganligini belgilagan, bekitgan dekretga, ya'ni buyruqqa imzo qo'ydi. Bugun shuning o'xshab ketyapti. Oxirgi natija shunday bo'lamdi, bilmayman, malaka uni to'g'rilab boqmadim, vatandosh, siz tahlil qiling. Bugun shunday qilyapti. Tarixdagi Malta dengizdagi orol. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining territoriya va davlat tavasidan boshqa lekin ma'muriy boshqarish rayoni Alyaska shtatida Jungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida yuqori darajaliklar suhbati o'tkazildi. Allohdan tilaymiz, qani bu suhbatga Amerika tarafdan boradigan yuqori darajalik amaldorlarning ism familiyasi o'tirg'i chiqqanda shu vaqtda biz bu yig'indan tilaydigan umidlarimizni, orzularimizni o'tirg'i qo'yamiz. Hurmatli vatandosh, vaziyat hozir toshqin, sel toshqin, tug'onga qistab kelganda ketib keldi vatandoshim. Sel toshqin tug'onga qistab kelganda ketib keldi. Men boshda aytdim, orliq nim dedim, 4 yil toshdi. Og'zim tuyuqsiz kelib qoldi u gap vatandosh. Toshdi, jazo lageri toshdi, 4 yil toshdi dedim. Bugun yana takrorlayman, jazo lageriga 4 yil toshdi. Buni mayli kim belgilesin, mayli biz belgilab olaylik, o'zimizdan tatgan jafolarimizga 4 yil toshdi deyli, 4 yil toshdi vatandoshim. Dal shundaq 4 yil toshqanda 1945-yili Amerika Qo'shma Shtatlarining armiyasi Normandiyada quruqliq chiqib, Yevropa qit'asidagi jazo lagerlaridan joyishlarni ozod qilgan edi. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining armiyasi Normandiyada quruqliq chiqqandek chiqadigan ish yo'q. Biroq shuning ishininki bu qatimqi suhbat tinch yo'l bilan elib beriladi. Xuddi balki shundoq bo'lishini, suhbatning oxirgi natijasining ana shundoq oxirlashini butunlay jazo lagerida Uyg'urlarni qo'yib berib etish va buning sababi uchun Xitoy hukumatini javobgarlikka tortish va buning natijasi uchun Jungo Kompartiyasining hukmronligini Uyg'uristonda oxirlashtirish. Bu siz bilan mening arzuyim vatandoshim. Biz qilayotgan ish, biz mengayotgan yo'l, biz intilayotgan kelgusi. Shunlashqa shu vaqt yetganda yana leksiyamizni davomlashtiramiz, hurmatli vatandosh. Bugungi vaziyat mana shu. Men sizlarni esil leksiyalar bilan ta'minladim bugun. O'zimni xo'shib qoldim hozir. Demak, shuncha so'zlab bo'p, yana kuchimning yetayotgani ma'ni muhokamani so'zlashga kuchimning yetayotganidan xo'sh bo'ldim, hurmatli vatandosh.